Dunyoga bir marta kelaman. Noto'g'ri gap bu. Dunyoga har kuni kelyapmiz, bir marta o'lamiz. Bu to'g'ri bu. Bir marta o'lamiz. Lekin dunyoga har kuni qaytadan kelyapmiz. Bir uxlab turib qaytadan dunyoga kelyapmiz. Alloh bizga dunyoni qaytadan yana imkoniyatini beryapti. Yana qaytadan tayyorgarligini ko'r deyapti. Yana imtihon, istig'for aytib qilib ol deb bizga imkoniyat beryapti. Har kuni yashayapmiz, bir kun o'lish uchun. Najib Fozilli iborasi bilan aytganda, bu dunyoni jiddiy olavermang. Baribir undan tirik chiqa olmaysiz.